IPTV nima? U nega kerak? Nima vazifani bajaradi? U orqali siz qanday qulayliklarga ega bo'lasiz? Bugun shu haqida gaplashamiz. Agarda siz tomosha qiladigan telekanallar kam bo'lsa, xohlagan kanallarni xohlagan qurilmada tomosha qilish imkoni yo'q bo'lsa, futbol hamda UFC janglarini o'tkazib yuborib, setantani tomosha qilish sizga orzuga aylanib borayotgan bo'lsa, bizning hurmat IPTV aynan siz uchun. 1600 dan ortiq o'zbek, rus, chet el, muzika, bollar kanallari, Setanta va Setanta Sports ertayu kech sizning xizmatingizda. Sifatli server va servis, 24 ga 7 premium texnik yordam, qulay narx va kutilmagan bonuslar, yoqimli tomosha faqat siz uchun. Hurmat TV, sizga asabbuzarlik emas, yoqimli tomosha ulashamiz. IPTV nima? U nega kerak? Nima vazifani bajaradi? U orqali siz qanday qulayliklarga ega bo'lasiz? Bugun shu haqida gaplashamiz. Agarda siz tomosha qiladigan telekanallar kam bo'lsa, xohlagan kanallarni xohlagan qurilmada tomosha qilish imkoni yo'q bo'lsa, futbol hamda UFC janglarini o'tkazib yuborib, setantani tomosha qilish sizga orzuga aylanib borayotgan bo'lsa, bizning hurmat IPTV aynan siz uchun. 1600 dan ortiq o'zbek, rus, chet el, muzika, bollar kanallari, Setanta va Setanta Sports ertayu kech sizning xizmatingizda. Sifatli server va servis, 24 ga 7 premium texnik yordam, qulay narx va kutilmagan bonuslar, yoqimli tomosha faqat siz uchun. Hurmat TV, sizga asabbuzarlik emas, yoqimli tomosha ulashamiz.